Biza gaplashgan gaplarni butun talabalar bilishi kerak. Ma'rifat. Talabalar 3 ta bilishi kerak bo'ladigan eng kerakli narsalarni sanab et pedagog sifatida. Mani fikrimcha, talabalar birinchi navbatda vaqtini to'g'ri taqsimlay olishi kerak. Ko'pchilikda kuzatganman, abituriyentlik paytida talaba bo'lishni maqsad qiladida, o'sha maqsadiga erishgandan keyin hayotida bo'ldi, hammasi zo'r bo'lib ketadi, mazza qilib yashashim kerak, endi bu yog'iga man shuncha qiynaldim degan narsa bor va shu xayol bilan ko'p narsani yutqizib qo'yishadi. Talabalik vaqti asosiy sizni 4 yil ta'limga eng ko'p e'tibor qaradigan vaqtingiz. Ikkinchi asosiy narsa bu kamida bitta chet tilini o'rganishlari kerak. Uchinchi narsa esa o'zini yo'nalishi bo'yicha kuchli mutaxassis bo'lishga harakat qilish kerak. Yo'nalishi bo'yicha barcha informatsiyalarni, ma'lumotlarni o'rganish kerak. Chunki bitirib ketgandan keyin unga hech kim bittalab, maydalab tushuntirib o'tirmaydi. Talabalik vaqtingiz ustozlaringiz o'rgatgan bo'lsa, bitirganingizdan keyin ular sizga haqiqiy konkurent bo'ladi. Shuning uchun vaqtida foydalanib o'rganib olish kerak. Talabalar bilishi kerak bo'ladigan yana 3 ta narsa. Psixolog sifatida fikrlarimni aytib ketaman. Talaba vaqtini to'g'ri taqsimlash bilan bir qatorda o'z tengdoshlaridan kerakli bilimlarni olishi. Ya'niki inson shaxsiyatini rivojlantirib borarkan, u baribir ko'chirma oladi. Ko'chirma olib, o'zini shaxsiyatini yanada mustahkamlaydi. Ikkinchisi, hozirgi kunda nima rivojlanyapti? Internetda har xil ma'lumotlar bazasi rivojlanyapti. Endi u talabalik davridanoq mana shu bazalarni yaxshilab o'rganib olsa, o'zida psixologik dunyoqarashni yanada shakllantirsa, o'zini mutaxassislik yo'lida hech qanday bir qiyinchiliklarga duch kelmaydi va uchinchisi, talaba mana shu o'qish jarayonida nafaqat bilim olishi, balkim tarbiyalanishi ham kerak. Shunday toifa o'qituvchilar bor, ular qattiqqo'l, ular juda ko'p talab qilishadi. Ana o'sha o'qituvchilar talabani ta'limi bilan, balkim uni tarbiyasi bilan ham shug'ullanishadi.